Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Barchalarga bugungi kun xayrli bo'lsin. Xabar anonsi, xabar janrida ba'zi mavzularni o'rtoqlashmoqchiman. 20 minutcha vaqtim bor, 20 minutga sig'dirishga harakat qilaman. Bugun bir xabar eshitdim. Turkiya Oliy Majlisi Qur'oni Karimning tarjimasi deb bosib chiqarilgan kitoblarda qadriyatga, ya'ni dinning asliga to'g'ri kelmaydigan ma'nolar tarjimasi deb topilgan bir qancha ro'yxatdagi kitoblarni yig'ib olib yoqib yuborishlikka qaror qabul qilyapti. Shu majlisda muhokama bo'lyapti. Qur'oni Karimni tarjimasini, ya'ni Qur'onning asliga to'g'ri kelmasligini, siyosiy maqsadlarni o'zida ifoda qilish e'tiboridan juda ko'p odamlar tarjimani o'qib, mana shu Qur'on deb tarjimadan hukm chiqarishga harakat qilib, turli xil ishlar bo'lib yotibdi Turkiyada. Ana shu ishlarni oldini olish uchun va nihoyat Turkiya Oliy Majlisi bu narsaga qaror qabul qildi. Hozir bahs bo'lyapti. Qiziqligini qarang. Ateist bo'lgan partiya bu qarorga qarshi chiqyapti. Qiziqmi? Ateist partiya, ateizmni qo'llab-quvvatlaydigan, sekularizm asos deydigan, din kerak emas deydigan partiyani a'zolari Qur'on ma'nolarini yig'ib bozordan, ya'ni ko'chadan yig'ib olib hammasini yo'qotishlik qaroriga qarshi chiqyapti. Qur'onni himoya qilyaptimi shunda? Nima deb o'ylaysizlar? Qur'onni himoya qilyaptimikin yo boshqa maqsadi bormikin? Mana shu urinishlardan ham bilasizki, Qur'onni xohlagan odam xohlagancha ma'no aytishidan asli musulmon bo'lmagan jamiyatlar manfaatdor. Qiziqligi hozir bizning O'zbekistonda o'zbek zabon musulmonlarining orasida 3 ta ma'no tarjimasi mashhur. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ma'no tarjimalari, Olovuddin Mansur ma'no tarjimalari, rahimahumullohlar. Uchinchilari Abdulaziz Mansur, hafizahulloh. Bularni ma'no tarjimalari mashhur. Orada bir domla Hindistoniyni ham tafsir tarjimalari chiqqan edi. Bizni diniy idora ham o'sha tafsir tarjimada nomuvofiq gaplar borligi, Qur'onga munosib kelmaydigan tartibda bo'lib qolganligi uchun yig'ishtirib olgan edi. Keyin yana qaytadan tahrir bo'lib, menimcha chiqdi u kitob. U 4 ta u yoq bu yoq bilan 4 ta bizda hozircha bor. Bundan boshqalari yo faylasuf yoki injener, shunaqa odamlar ham tarjimaga harakat qilgan. Bu tarjimalar o'sha o'zlarining siyosiy maqsadlariga xizmat qiladi. Shuning uchun uni diniy idora taqiqlaydi. Taqiqlashga haqqi bor. Masalan, Kamol Yo'ldoshni tarjimasi bor. Kamol Yo'ldosh siyosiy harakat, dindan o'zini shaxsiy manfaatida foydalanadigan odam, shuning uchun o'ziga moslagan. Qur'onga moslanmagan, o'ziga moslagan. Hozir endi kecha ko'rib qoldim, bir oyatni tafsir yoki ma'nolarini o'qib turib, tagiga qarasam, Bahrom Bakirov tafsiri deb qo'yibdi. Bahrom Bakirov mufassir ekan. Yangi paydo bo'layotgan mufassirlar. Mana shular jamiyatni bo'linishiga sabab bo'ladigan turli ixtiloflarga ming yillar davomida davom etib kelayotgan e'tiqod qadriyatlarini bo'lishga xizmat qiladigan urinishlar. Buni o'ylaymanki, bizda O'zbekistonda ham diniy idora bu masalalarga vaqtida javob beradi. O'shanaqangi bizning xalqimizning e'tiqodini bo'lishga, ahli sunna val jamoadan chiqarishlikka, Hanafiy mazhabidan boshqa yo'lga da'vat qiladigan odamlarni, garchi bizni madrasalarda o'qigan bo'lsa ham, diplomini botil qilish kerak. Meni taklifim bu. Nimaga desa, chunki ular diplomni
soyasiga berkinib olib, o'zini maqsadini amalga oshiryapti-da. Shu mavzuni bir o'rtoqlashay dedim. Turkiya Oliy Majlisini bu qarorini olqishlayman. Kech qolingan qaror, vaqtliroq qilish kerak edi. Turkiyada juda ko'p. 300 dan oshiq ma'no bor. Ma'no tarjimalari bor. 300 dan oshiq. Kim sal ishi yurishmasa, oladida turkchadan tarjima qilib, mana Qur'on mana shu ma'no to'g'ri deb da'vat qilaveradi. Edib Yüksel degan o'zini payg'ambar, ustozini payg'ambar deb e'lon qilgan 19 kishi bor. Qur'on 19 bilan kodlangan degan. Uni kitobi yoqilish kerak. Mustafa Öztürk degani bor. Qur'on faqat tarixiy kitob deb tarjimalarni yozgan. Uni ham kitobi yoqilish arafasida. Ehson Elajik degani bor. Uni ham kitobi bor. U Tirik Qur'on degan tarjima yozgan. Tirik Qur'on. Nimadir esingizga tushyaptimi? Bunaqangi nomlar bilan odamlarga zahar yedirish usullari faqat O'zbekistonda emas, juda ko'p joyda bor. Tirik Qur'on, tirik kitob deb zahar yedirishadi. O zaharni ichib qo'yib, keyin bechora odamlar ruhiy xasta bo'lib yuraveradi. Bitta folbin chiqsa borib folbindan najot so'rab yuraveradi. Hop. Ehson Elajik. U moliyaviy masalalar bo'yicha Qur'onni sotsializmga moslagan, kommunizmga moslagan odam. U Kamol Yo'ldoshev ustozi. Bularni hammasini to'plab Turkiya Oliy Majlisida agar qaror qabul qilinsa, hammasini yo'qotiladi. Bizda endi mana shu narsalarni biz qo'limizdan kelgancha o'zimiz shaxsiy tashabbus sifatida aytib kelyapmiz, ogohlantiryapmiz. Do'stlar, esingizda bo'lsa, psixogenetika bahonasida ayollarni fikrini buzayotgan bir jamoani aytgandik sizlarga, ogohlantirgan edik. Alhamdulillah, hozir bu masalada juda ko'p odam tushunib yetdi. O'sha masalaga qatnab yurgan ayollarning o'zi ham biz juda sodda anqov bo'lgan ekanmiz deb tashakkurni aytyapti. Endi do'stlar, kutib turinglar. Psixogenetikani erkagi paydo bo'lgan hozir. Psixogenetik. Faqat buni xatari bu Qur'on va sunnat psixogenetika fanini tashkil qilgan degan da'vo bilan chiqyapti. Bu odamning kimligini yaqinda oshkor qilamiz. Gapimni tagiga chizib qo'yinglar do'stlar. Men sizlarga oshkor qilaman buni. Bu odam faqat pul uchun shu ishlarni qilishini, mansabparast ekanligini, obro' talab odam ekanligini juda yaxshi bilaman. Yashaganman u odam bilan. Biz o'rtamizda ko'p munosabatlar bo'lgan. Mansabparast, pul uchun iymonini sotadigan odam. Hayotda tabiati shunaqa odam edi. Mansab uchun o'zini dadasini ham sotib oladigan odam edi. Hozir shu odam psixogenetik bo'lgan. Esingizda tursin, kod 700+. Esingizda tursin. Hop. Yana xabarnomalardan Bahrom Bakirov meni jangga chaqiribdi. Urushamiz debdi. Mashallah. Ilmiy bahsga chaqiraverganimizni bosimini ko'tara olmay kelolmaydi ilmiy bahsga. Yuzma-yuz gaplashib olmaydi-yu. 26 soat to'xtamay gapirgan. 13 ta suhbat qildi, 12 ta adashmasam. 2 soatdan. 2 soatdan 12 ta suhbat. 24 soat bo'ladimi? 24 soat. 24 soat nima degan? Ey Abror, javob ber. Ey Abror, ko'rdingmi? Isbotladim. Mana shunaqa bo'lgan. Qarshisida Abror yo'q. Somondan haykal yasab qo'ygan, haykalga qarab xitob qilyapti. O Abror. Lekin qoyil 24 soat to'xtamay gapirib, somon haykalni yengdi. Ana somon haykal bor-ku, javob berolmay qoldim unga. Endi buni biz kel shu gaplaringni 24 soat haykalga gapirmasdan to'g'ridan to'g'ri shaxsi o'zi bilan gaplash deb bosim o'tkazib o'rganimizga oxirida mening nafsoniyatimga tegdi.
O'zbekistonda emas, boshqa davlatda biror joyda ringda urushaman debdi. Bahrom Nakirov, sen bilan urushsam menga haligi ajnabiy tilda aytganda zapadlo bo'ladi. Seni urib bo'lmaydi. Nimaga? Agar kaltak yesang, shu shvabrani urasizmi, domla, deb meni ayblaydi odamlar. Shu shalog'ni ya, o'zi shalog'i oqib yotibdi-ku, shaltog'i chiqib yotibdi-ku, nima qilasiz qo'lingizni shaltoq qilib deydi. Endi bir chaqpalik aylanib, hushimdan ketib qolib, kelib men yengdim buni deb sen yutadigan bo'lib qolsang, yana menga minus bo'ladi, zapat bo'ladi. Nimaga shu xotin bilan urushasizmi, shu xotinga yengildingizmi deyishadi. Bahrom, sen urush masalasiga burib bahsdan qochaman deb o'ylama. Urush masalasi u sen bilan bizning masalamiz emas. Sen agar urushmoqchi bo'lsang, sen u tafsir, Qur'on, sunnat degan narsalarni yig'ishtirib qo'yganda alohida masala u. Qum o'ynaydigan qilib qo'yaman. Bir joyda o'tirasan, qum o'ynab o'tirasan. Elmurod aytadi-yu, o'zingni qovurg'ayni o'zing akordeon chaladigan qilib qo'yaman deydi-yu. Astagfirullah va atubu ilayh. Xullas o'sha maqsad shu, ya'ni odamlarni manipulyatsiya qilish. Bahs, ilmiy suhbat qilamiz. Qur'on, sunnat to'g'risida 100% gaplashamiz deb bosim qilaverganimizga shu jumlalarni ichidan urushaman degan, seni urmayman degan gapimdan endi sen bilan urushamanni chiqaryapti. Bahrom, chaqirsang boraman deding. Toshkentda men kutyapman seni. Qanisan? 30-kuni kutgan edim. Bugun 31. Yana bitta qiziq munosabat. Bu populizm haqidagi suhbatimda Vafo Mo'minni qilgan chiqishlari populizm ekanligini aytgan edim. Misol tariqasida. Mana shu populizm. Bir masalani ko'rsatib, falon narsani qilolmaysanmi deyish populizm o'zi. Misolga to'g'ri tushib qolgan uchun aytgan edim. Video qilib aytibdi endi u Vafo Mo'min. Abrom Muxtor Aliga javob qaytarmaysizmi deyishyapti. Javob qaytarmayman men, chunki saviyasi yetmaydi deb 10 minut javob qaytaribdi. Qanaqa jamiyatda yashayapmiz? Qiziq holatlar bo'lyapti do'stlar. Abrom Muxtor Aliga javob qaytarmayman deb 10 minut javob qaytaribdi menga. Saviyasi yetmaydi debdi. Vas meni o'sha populizm haqidagi gapimni men Vafo Mo'min misol qilganimda Vafo Mo'min meni aytayapti deb javob qaytaribdi deydi. Vafo Mo'min bu yerda shaxsiyat rol o'ynamayapti. Men shaxsiyatimni himoyasi uchun chiqib gapirayotganim yo'q. Shu gapni gapirsam, menga nisbatan odamlarda negativ tushunmasdan turib salbiy fikrlar uyg'onishligini bilaman, lekin xalqni aldayotgan odamlardan ogohlantiraman. Populistlardan ogohlantiraman. Bu meni prinsipim. Bu meni. Ilmiy saviya. Vafo Mo'min, savodiylar yo'q sizlarni, savodsiz odamsizlar. U kirilchani o'qigan odam savodli bo'lib qolmaydi. Savodlilar ham borda kirilchani o'qib, lekin sizlar gapirayotgan mavzularda savodsiz odamsizlar. Bu nima degani? Ibn Sinoning kitobini o'qiy olmaysizlar. G'azoliyning kitobini o'qiy olmaysizlar. O'sha tirik kitob ham o'qiy olmaydi. To'g'ri, uni masxara qilishlikka qarshi gapirdim deyapsiz. To'g'ri, bu gapingiz to'g'ri. Masxara qilishga men ham qarshiman. Lekin xalqimizga zaharli ma'lumotlarni, rus propagandasini, qadimgi ateist propagandasini, bizni bosqinchilik qilgan ateizm propagandasini qilayotgan odamni tirik kitob deb qarsak cholish xiyonat, birodarlar. Buni aql rasa odamlar tushunib turibdi. Bizga zotan o'zi qadimdan muxolif bo'lgan odamlar o'zini gapini gapiryapti-da. Men hozir
la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh desam ham shunga qarshi gapiradigan o'zini musulmonman degan odamlar bor, guruhlar bor. Shundan bilib olavering. Ularga qizig'i yo'q. Abror Muxtor Aliyning gapi to'g'rimi, noto'g'riligi qizig'i yo'q. Abrorga qarshi gapirish kerak. O'sha tuzoqqa ilinmaslik kerak. Chunki yaqinda bir esinglarda bor, bir ukamiz beva ayollarni ko'nglini olib turamanman deb biroz noto'g'ri narsaga shama qilganda chiqib gapirgandim men. Noto'g'ri bu, biz ayollarimiz haqida bunaqa gap yaxshi emas desam, bir soqolli bola chiqib olib, Abror Muxtor Ali kechirim so'rang deb chiqibdi. Voy, seni onangni, seni ayolingni, seni singlingni himoya qilib gapiryapman men. Odamlarda shunaqa narsa bor. Men la ilaha illalloh desam ham qarshi chiqaveradi. Mana shu munosabatlarni bildiray dedim. Vaqtim to'lib qoldi do'stlar. Xo'p. 2 minutcha bor ekan. Qisqaroq shu mulohazalarni aytay dedim. Kitobga targ'ibni davom ettiramiz. Kitobga targ'ib bizni hayotimizda to'xtagani yo'q. Ko'rgansizlar, bilgansizlar. Lekin kitobga targ'ib bahonasida xalqni aldab, orqasidan boshqa tijoriy maqsadlarni, siyosiy maqsadlarni ko'zlashlikdan qaytaraman men xalqni, ogohlantiraman shundan. Chunki bilasizlar, ta'limga ruxsat berilgani bahonasida ta'limga urg'u berishimiz kerak. Ta'lim birinchi planda, undoq deb gapirgan odamlarni juda ko'pchiligini bilaman, ta'limni biznesga aylantirib yuborishdi. Ta'limni biznesga aylantirib yuborishdi. Hasan Xo'ja degan bola bor. Hasan Xo'ja osmondagi bolalarga borib intervyu bergan, 1484 SAT'dan balim bor degan. 1484. Keyin buni Umidjon do'stimiz o'zini maktabiga SAT bo'yicha O'zbekistonda birinchi nomerli bola o'qituvchi deb olib kelib, o'quvchilarni jalb qilishgan. 1484 reytingi yo'qligi bilinganda ishdan haydoraman desa, Umidjon haydamagan. Umidjon do'stimiz eshitib turgan bo'lsa, shu haqida bir mulohazali gap bor. Siz bilan gaplashishimiz kerak. Men shunda aytayapmanki, ta'limga targ'ib masalasida xalqni aldash bo'lyaptimi? Hasan Xo'ja yolg'onchi-yu. Unaqangi SAT'dan uni 1484 anaqasi yo'q. Yo'q, yolg'on-ku, bolalarni shunga aldab chaqirilgan-ku. Mana shu formula do'stlar. Ta'limga targ'ib qilyapmiz, to'xtatmaylik buni degan bahona bilan xalqni aldash Turkiyada Qur'on tarjimalari yig'ib olinib, yo'qotishlik qarori qabul qilinmayapti. Ikkinchisi psixogenetik erkak bittasi paydo bo'lgan, Folbin Spat, ilm o'qigan, Hadrat rahimahullohda o'qigan, lekin bu odam xavfli odam. O'zini Mahdiman ham deyapti. Kema kapitani manman deyapti. Hammang menga ergashasan, bo'lmasa adashgansan deyapti. Buni ogohlantiraman. Yaqin o'rtada nomini ham aytib ogohlantiramiz. Keyingisi Bahrom Bakirov. Jangga chaqiribdi. Mayli, qiziq gap bu ham. Uchinchisi ta'limga targ'ib qilyapmiz deb Hasan Xo'jaga o'xshagan yolg'onchini SAT'da 1484 bali bor deb aldashga qarshiman men. Tirik kitob bu, targ'ibot bo'lyapti deb orqasidan tijoriy maqsadni ko'zlab xalqimizni aldashlariga qarshiman. Vafo Mo'min masalasini ham aytdim. Vafo Mo'min saviyasiz bu, javob qaytarmayman deb 10 minut javob qaytargandan ko'ra gaplashib qo'y qolaylik, nima qilasiz? O'zingiz masxara qilib, Mana shu gaplarni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Barchalarga tashakkur.
O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xo'p. Qaysi she'r o'qib bersam bo'larkan? Juda ko'p she'r o'qib berganman sizlarga. She'r. Yoshligimda yozgan she'rimni o'qib berayin-a. Adashmasam 89-yillarda yozganman. Jug'rofiya darsida domla dedi turinglar. Men bilan bugun birga Toshhasharga yuringlar. Ertasiga yana u bizga dedi bo'linglar. Darsdan keyin hammangiz tabbak qo'yib beringlar. Shu ahvolda biz bir oy domlanikida ishladik. Maktabda o'qimay ham uyni qotirib tashladik. Salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.